Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Excel'imizda navbatdagi dars. Bugun matematik funksiyalarni o'rganamiz. Matematik funksiyalar juda ko'p kerak bo'ladi. Oddiy Excel'dan foydalanganingizda ham hisob-kitob uchun kerak bo'ladi, professional darajada foydalansangizda ham hisob-kitob kerak bo'ladi. Ko'pchilik bu funksiyalardan foydalanmasdan ruchnoy amalga oshiradi, ya'ni qo'lda o'zi hisoblab chiqadi. Bu yerda ikkita yomon tomoni bor. Birinchisi, vaqtingizni oladi. Yaxshigina vaqtingizni oladi. Masalan, endi ma'lumotni katta kichikligiga qarab turib, sizdan 5 minutdan u chegaralanmagan miqdorgacha olishi mumkin, agar katta ma'lumotlar bo'lsa. Agar kichkina ma'lumotlar bo'lsa, kamroq vaqt sarflaysiz bunga ruchnoy qilganda. Va ikkinchi yomon tarafi, inson faktori bor. Inson adashishi mumkin. Qaysidir ma'lumotlarni noto'g'ri kiritib qo'yishingiz mumkin. Funksiyalarda ham tez bo'ladi, ham ma'lumotlar to'g'ri chiqadi hammasi. Chunki programma, dastur adashmaydi. Xo'p, bu yoqda kam ma'lumot berilgan. Ko'rib turganingizdek, shuni hozir biza formulalar bilan tushuntirib beraman. Aslida hayotda bunaqa kam ma'lumot bo'lmasligi mumkin katta ehtimol bilan. Hozir men bitta yana ekzemplar sifatida boshqa ma'lumotlarni ko'rsataman. Mana aslida ma'lumotlar mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu yerda qancha ma'lumot bor? Ctrl End tugmasini bossangiz eng oxirga tushasiz. 264.834 ta ma'lumot bor ekan. Agar buni ruchnoy kiritaman desangiz, katta ehtimol bilan agar yoshroq bo'lsangiz umringiz yetadi. Agar yoshingiz kattaroq bo'lsa, umringiz yetmay qolishi ham mumkin. Chunki oylab, yillab kerak bo'lsa, buni tahlil qilishga va uni to'g'ri tahlil qilishga hech qanaqa kafolat bo'lmaydi. Shuning uchun funksiyalar ishlatiladi. Funksiyalar ancha tez va aniq ishlaydi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Mana bu yoqda chipslarni sotuvi haqida ma'lumotlar turibdi. Ma'lumotlar bazasi. Endi bu narsani ko'rsatish mumkin emas. Mijozda har qanday mijozni yoki ishlayotgan kompaniyangizdagi har qanday ma'lumotni begona shaxsga ko'rsatishingiz qat'iyan taqiqlanadi, mumkin emas. U ko'rsatishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi, bu yoqdagi ma'lumotlarni hammasini o'zgartirib tashlaysiz. Ya'ni o'sha mijozga tegishli bo'lgan yoki kompaniyaga tegishli bo'lgan klient odlari bo'lishi mumkin, mahsulot nomlari bo'lishi mumkin, sana, summa, hamma narsani o'zgartirib tashlaysiz va shundan keyin ko'rsatishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li, mana bu ma'lumotga o'xshab turib, bu o'zgartirilmagan, bu ochiq manbadan olingan. Ya'ni agar sizga ochiq manbada ma'lumot kerak bo'lsa, mana Forage platformasiga kirasiz. Bu yoqda kompaniyalar o'zini ma'lumotlarini bepulga foydalanish uchun taqdim etadi, ya'ni sinov uchun. Bu ma'lumotlar ham aynan o'sha test qilish uchun olingan ma'lumotlar. Hop, yana ishimizga qaytamiz, darsimizga. Darsimizda birinchi funksiyamiz sum funksiyasi. Bu nima vazifani bajaradi? Sum funksiyasi asosan qiymatni hisoblab beradi. Bu yerda mana bu yoqda mahsulot narxlari ko'rsatilgan. Bularni umumiy summasini, necha pulligini siz hisoblashingiz kerak. Buni bilishga bir nechta yo'llari bor. Ko'pchilik foydalanadigan yo'l, eng boshlang'ich daraja. Bu yoqda hammasini belgilaysiz. Bu yoqda mana ko'rsatib qo'ygan $9395 ekan. Hammasini narxi umumiy qo'shib chiqsangiz. Bu eng birinchi usul, ya'ni mana bu yoqqa 9395 midi? Xo'p, 9395 yozasiz. Bu eng birinchi usul. Xo'p, keyingi usulimiz biroz professionalroq. Shuni aynan tagiga qo'yasiz va bu yoqda nimamiz bor? Ikonkamiz bor. Ikonkani bossangiz, enter bosasiz, avtomat hammasini hisoblab beradi. Endi agar siz summani aynan botda emas, masalan, mana bu yoqda aks ettirmoqchi bo'lsangiz, unda sum funksiyasini botga yozishingizga to'g'ri keladi.
Bunda nima qilamiz? Bu yoqqa sum deb yozamiz va tappa bosasiz yoki bu yoqdagi sumni 2 marta tez bosib yuborasiz. Men tappa bosaman va qaysilarni hisoblab berishni yozishimiz kerak. Biz to'liq hisoblab berish kerak bo'lgan funksiyalarni belgiladik. To'liq hisoblab berish kerak bo'lgan qiymatlarni belgiladik va enter bosdik. Va bu yoqda aynan shu qiymat paydo bo'ldi. Endi bu yoqda dollar ikonkasi ko'rinmayapti. Buni qo'shib qo'yishimiz mumkin osongina. Bu yoqda sentlarni ham ko'rsatadi. 00. Agar sizda sent bo'lmasa, bemalol buni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, sum funksiyasini tushunib oldik. Endi mani Excel dasturim ingliz tilida bo'lgani uchun men bu funksiyani ingliz tilida yozyapman. Agar sizlarda ruscha bo'lsa, sizlar funksiyani mana bunaqa boshlashingiz kerak. Men buni yozsam hozir menda ishlamaydi, chunki menda ingliz tilida. Sizlarda rus tilida bo'lsa, unda bu funksiya ishlamaydi sizlarda. Aynan ruschasini yozishingiz kerak bo'ladi. Qolgan tartib bir xil ketaveradi. Xo'p, bizda keyingi funksiyamiz average funksiyasi. Bu o'rta qiymatni olib beradi. O'rtacha qiymatni. Ya'ni bu qanday ishlaydi? Bunda ham ikkita yo'li bor. Bularni hammasini belgilab olsangiz, mana pastda average 494 ekan. Umumiy hamma qiymatlarning o'rtacha qiymati 494. Endi buni xohlasangiz ruchnoy yozib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz buni formula bilan yozamiz. 10 average tanlaymiz. Qiymatni tez bosamiz va hammasini tanlab olamiz. Va enter. 494 o'rtacha funksiyamiz kelib chiqdi bizda. Endi keyingisi minimum funksiya. Ya'ni mana bu qiymatlardan eng kichkinasini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqda aynan eng kichkinasini ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu yoqda yana bitta qaytarib o'taman. Ma'lumotlar juda ko'p bo'lishi mumkin. 200-300 mingta ma'lumotlar orasidan eng kichkinasini tanlab olishingiz ozgina vaqtni olishi mumkin. Ya'ni filtrga qo'yib buni to'g'rilagunizcha bitta formula bilan hal qilish mumkin bu narsani. Ya'ni yana tengi bosasiz, min deb yozasiz va tab. Tabga bosib yana qiymatlarni belgilab chiqamiz va enter. Bu yoqda 409 eng kichkina qiymatimiz ekan. Va 409 dan boshqa kichkina qiymat yo'q. Agar ko'rsanglar ham 409 eng kichkina qiymat bu yoqda. Hop, 409 imizni topib olamiz mana. Eng kichkina qiymat short white UK da bo'lgan ekan. Hop, endi eng qimmat maksimumni topamiz. Maksimum shuni teskarisi. Max yozamiz, tabga bosamiz va yana qiymatlarni belgilab olamiz. Va enter. $591 eng bizani eng qimmat mahsulotimiz ekan. Bu yoqda. Endi keyingisi count. Count funksiyasi. Count nimaga kerak? Sizda nechta qiymat borligini aniqlashtirish uchun kerak bo'ladi. Mana bizda bu yoqda agar hammasini sanab chiqsangiz 19 ta umumiy qiymat bor. Va shuni formula orqali aniqlaymiz. Count deb tanlaymiz va tabga bosamiz. Tabga bosgandan keyin hammasini belgilab olamiz. Va enter. 19 ta qiymat chiqib keldi. Sanab chiqsangiz 1 2 3 deb sanab chiqsangiz 19 ta chiqadi shu yerda umumiy. Endi count funksiyasi. Hozir ikkalasida ham bir xil ish qilamiz va farqini sizga tushuntirib beraman. Ten yozamiz. Count yozamiz va umumiy hammasini belgilab olamiz. Hammasini belgilab turib enter bosak, bu ham 19 ta natija berdi. Endi nima farqi bor? Count faqat sonlarni hisoblaydi. Count ham sonni, ham yozuvli ma'lumotlarni ham qo'shib hisoblaydi. Endi agar bu yoqda masalan 410 ni o'chiramizda, o'rniga olma degan so'zni yozib qo'yamiz. Endi bu holatda
count 18 ta bo'lib qoldi, chunki bizada sonlar faqat 18 ta, biz 19-sini olma deb o'zgartirib qo'ydik. Lekin count o'zgarmadi, chunki bu olmani ham bu hisoblab ketish kerak. Umuman belgilangan har bittasini hisoblaydi. Bo'sh kataklarni hisoblamaydi lekin. Eng qiymatli joyiga qaytarib qo'yamiz. Xo'p, shunaqa qilib matematik funksiyalar ishlaydi. Buni albatta o'zingizda sinab ko'ring. Sinab ko'rganingizdan keyin yaxshiroq tushunib olasiz. Qayta sinaganingiz sari buni yaxshiroq tushunib, ko'proq foydalanasiz. Lekin yana bitta narsa bor. Ma'lumotni siz bilib olishingiz kerak. Ya'ni qachondir sizda shunaqa vazifa bo'lib qolishi mumkin, shu funksiyalar kerak bo'lgan va Excel buni qila olishini bilishingiz uchun ham aynan funksiyalarni siz 1-2 marta bo'lsa ham ishlatib ko'rsangiz, keyinchalik funksiya qanaqa ishlatilishini eslolmasangiz ham, lekin siz bilasiz, o'sha Google dan yoki ChatGPT dan bemalol o'sha aynan qanaqa ishlatilishini, funksiyasini topishingiz mumkin. Lekin shunaqa funksiya borligini bilmasangiz, umuman Excel bu ishni qila olishini bilmasangiz, katta ehtimol bilan ruchnoy qilishni boshlaysiz va umringiz отчет qilish bilan o'tib ketadi. Shunaqa qilib sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizlarni rivojlantirishdan to'xtamanglar.